Bu Optum bozorda Mazin viloyati Qo'qon shahrida joylashgan. Lokatsiyan Telegram kanaliga qadab qo'yganmiz. Obzorlarni qani birma-bir qilib chiqamiz. Bular 32 ming so'mdan ekan pachkaga. Pachkada ikkita bo'ladi. Pachkaga 50 ming so'm ekan bular. Rafetkadan işte. Bular nechi pul aka? Bular 15 ming so'm. 15. Nachos. Qalin nachos ekan bu. Qalin velvet. Velvet. 15 mingdan ekan bular. Pachkaga 38 ming so'm ekan. Nechi pul ekan mana qilib? Pachkaga nechi pul ekan bular? Tepa 90 ming deyishyapti. Kashmir. Mablag' shunaqa. Pachkaga 10 ming so'm ekan. Tepa ana bozordagi holat hamma savdoni qilyapti. Pachkaga 65 ming so'm ekan bular. Bozorga mana tiger xalatlar chiqibdi, qalin nachos. Balchimerka. 50 turdan 60 gacha. 35 ming so'mdan ekan pachkaga. 32 ming so'm ekan pachkaga. Pachkaga 11 ming so'm ekan bu. Pachkaga nechi pul bo'ladi? 20 ming so'm. Nachos qalin. Bu bozorda bekor reklama qildimmi deymanda. Hamma ko'rib, donachilar juda ko'payib ketdi deyapti-da. Optum sheriklar, tanishlar, bilishlar. Odamlar yukini bosib ketishyapti. Pachkaga nechi pul ekan bular? 15 ming so'm. Odamlar yukini olib ketishi bu alohida tema, alohida kadr qilsak. Yukni bosgandi qarang. Yo'llar probka gaylar kelgan. Odam juda ko'p. O'ta qiyin.